Bugun Paxtabodga kiyim kiyganib borishim kerak edi. Shunga Paxtabod stansiyasidan mashinaga o'tirib Paxtabod tomon yo'l oldim. Maza qilib ashula eshitib ketayotgandik. Trendga ashula chiqib qoluvdi. Kuchiga o'ynab olsa bo'ladimi? Xuddi yash trenddagi ikki bolaga o'xshab. Paxtabodga ketadi. Ana ko'rishamiz Paxtabodga kelavering. Shunaqa Paxtabodga ham kelib oldim. Tentaksoy ko'prigidan o'tib kiyim bozoriga o'tdim. Esinglarda bo'lsa, o'tgan safar kiyim olgani kelgandim. Bekilgida do'kon, endi bu safar ko'ramiz. Bekitib qo'ymagan bo'lsin, ha, bu yerda edi. 141-do'kon edi. Ha, bor ekan, yaxshi ochiq ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Hormay. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Paxtabodli akaga paxta qo'yati demaylar, lekin haqiqatda ham любой stildagi качественный kiyimlari arzon narxlarda shaydan topsanglar bo'ladi. Oversize deysizlarmi, klassikami, hammasidan bor. Ustimdagi mana shu oyoq kiyim chipillab qolar ekan-ku, lekin men ko'proq o'sha sportivniy kiyinaman. Shunga birinchi kiyib ko'rganlarimni oldim. Nima deb o'ylaysizlar? Shu 3 olgan narsam menga qanchaga tushdi? Kommentariyaga yozinglar. Kim topsa sovg'am bor.